Assalomu alaykum, hurmatli effektiv kuzatuvchilari. Ayni paytda biz Qo'qon shahridamiz, Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida. Mana shu orqamizda turgan katta qurilish obyekti Qo'qon tog'lar bazasi MCJ tomonidan qurilayotgani aytilmoqda. Ma'lumotlarda, bizga berilgan ma'lumotlarda bu ko'rgan bo'lsanglar, bu qurilish haqiqatda juda ulkan va katta. Eng nima uchun bu qurilish haqida gapiryapsiz desanglar, bu qurilish ayni paytda noqonuniy ravishda tegishli hujjatlarsiz boshlangan va ayni paytda davom etyapti. Kecha soat 15 dan 27 daqiqa o'tganda bu qurilishni tepasida mana ko'rishingiz mumkin, beton quyish ishlari amalga oshirilgan. Mana nam turibdi, suvi oqib turibdi, mana tepasiga beton quyish ishlari amalga oshirilgan. Bilishimiz bo'yicha hozirgi paytda surishtiruv o'tkazyapmiz va bu joyga 2007-yil Qo'qon shahar hokimining qarori chiqqan. Keyinchalik tadbirkor Aziz Rahimovga 2021-yil Qo'qon shahrining hozirgi hokimi Ma'rufjon Usmonov qaror chiqarishgan, ya'ni davlat xususiy sherikchilik asosida tibbiyot markazi qurish bo'yicha 500 kvadrat metr yerni Aziz Rahimovga berishgan, boshqa ko'chadan berishgan. Keyinchalik u ko'chada ayni qurilish ishlari amalga oshirilishi aholi tomonidan shu noroziliklar turli sabablarga ko'ra Mahram ko'chasidan mana shu biz turgan Quduqlik ko'chasiga ko'chirilgan. Ko'rishingiz mumkin, bu tarafda Qo'qon tog'lar bazani o'sha katta don, ya'ni Qo'qon don mahsulotlari zavodi va mana shu zavodga yaqin hududda qilinayotgan qurilish ishlari. Ayni paytda davlat idoralari xodimlari kelib vaziyatni o'rganishyapti. Biz ham vaziyatni o'rganyapmiz va kecha Qo'qon shahar o'sha Gasin va arxitektura tomonidan berilgan ma'lumotnomaga ko'ra bu qurilish ro'yxatdan o'tkazilmagan. Bilasizlar, istalgan qurilish yuridik shaxs bo'ladimi yoki jismoniy shaxs bo'ladimi, bu borada davlat idoralaridan tegishli ruxsatnoma olishi kerak. Va eshitishimiz bo'yicha bu joy faqat tahoratxona va dam olish ishchilarning dam olish maskani ekan. Mana shunaqa katta joy. Nahotki tahoratxona bo'lsa, nahotki ishchilarni dam oladigan joy shunchalik darajada katta bo'ladigan bo'lsa, nima shunchalik bu MCJ ishchilarni o'ta mehr bilan yaxshi ko'rib qabul qiladimi deyman. Shunchalik sharoitlarni yaratib beryapti ekan o'ziga. Hozirgi paytda qurilish ishlarini to'xtatish amalga oshirilyapti. Davlat idoralari tomonidan protokol tuzilib, bayon qilib, bu kichkina qurilish emasda, o'zidan o'zi kichkina do'koncha emas, kichkina bir bunaqa konteynerga o'xshagan masofasi bir kichkina joy emasda, katta joy. Shunchalik Farg'onada shahar bedarvozamiki, manaman degan odamlar o'zicha shunchalik qurilish ishlarini amalga oshirsa. Bu endi hamma kimga qonun bir xil, qonun ustuvorligi bor. Tegishli tartibni buzishga hech kimni haqqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, xoh bunaqa zavodidan 100 ta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi, 50 ta bo'ladimi, farqi yo'q. Mana shu qurilishni bizni maqsad to'xtatish va tegishli ruxsatnomalarni olish. Agar olish mumkin bo'lsa, agar olsa va keyinchalik mana shu noqonuniy ravishda qurilish ishlarini amalga oshirayotgan barcha kim bo'lishidan qat'iy nazar ularni bir xulosa qilishga chaqirish, yollash, ya'ni o'zinglarcha noqonuniy qurilish qilmanglar degan maqsadni berish. Aytib o'tamiz, shu Qo'qon shahridamiz va yana 2-3 kun shu joyda bo'lamiz. Bu masalada surishtiruv o'tkazyapmiz va shu surishtiruvimiz yakuniga yetmagunga qadar Qo'qon shahrida bo'lamiz. Tegishli davlat idoralari, kadastr agentligidan, kadastr palatasidan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarmasidan tegishli departament xodimlari kelib vaziyatni muhokama qilishyapti. Tez orada tafsilotlarni ham e'lon qilamiz. Kuzatishda davom eting. Bu qurilish
shunday qolsin yoki bu qurilish noqonuniy deb qanchalik sizlar fikrlaysizlar, biz qo'limizda bor mavjud hujjatlarga ko'ra bu qurilishni noqonuniy deb bilamiz va bu qurilish davom etmasligi kerak deb bilamiz.